Abdulloh domla ahli sunna val jamoani bugungi kundagi peshqadam ulamolaridan. Bu kishini Alloh subhanahu va taolo bu ummatga ne'mat qilib bergan. Bu odamni bilmagan musulmon ko'r bo'ladi. Bu odam qilgan xizmatni 40 millionlik o'zbek musulmonlariga, o'zbek zabon musulmonlariga qilgan xizmatini boshqa odamni umri yetarli darajada qila olmaydi. Abdulloh domlani eshitish joizmi desa, men o'zim u kishini qator mavzularini, bir qancha mavzularini eshitganman. Biror joyda shariatga xilof yoki mazhabga xilof, bemazhablikka targ'ib qiladigan yoki buzuq aqidada biror bir gap aytganlarini hech guvohi bo'lmaganmiz va boshqa biror ahli ilmdan ham u kishining ma'ruzalariga yoki savollarga bergan javoblariga biror bir ilmiy e'tiroz aytganini eshitmaganman. Sizlarga maslahatim ko'proq eshitinglar bas, ko'proq eshitinglar. Aytyapmanki, men o'zim ham ko'p eshitaman. Haqiqatda ko'p eshitaman. Eshitib juda ko'p foydalar olaman. Ancha fikr doiralarim ochiladi. Domla haqida fikrimiz juda ham ijobiy, ustoz rozi bo'lsin. To'g'ri e'tiqoddagi, to'g'ri mazhabdagi ulamolardan